BMT qachon tashkil etilgan? 45-yil, 1945-yil. To'g'ri. BMTning asosiy maqsadi nima? Tinchlikni ta'minlash va farovonlikni. To'g'ri. BMTning asosiy organlari nechta? 8 tami? 5 tami? 6 ta. 6 ta, to'g'ri. BMTning xavfsizlik kengashi nechta a'zodan iborat bo'ladi? 45 tam? Ko'p emas. 15 ta. To'g'ri. Xavfsizlik kengashining doimiy a'zolari qaysilar? Fransiya, Fransiya, to'g'ri. Rossiya, Xitoy, Buyuk Britaniya, Buyuk Britaniya va AQShning o'zi. BMTda qaysi til rasmiy hisoblanadi? fransuz tili, Yana, ingliz tili, yana, Xitoy, yana, rus tili, rus tili, to'g'ri, yana, arman, ispan tili, ispan tili va so'nggisi arab tili. arab tili. BMTga hozir nechta davlat a'zo? 192 ta. 193 ta davlat a'zo. 193 ta. Siz o'yinimizda tez va to'g'ri javob berganligingiz uchun o'yinimiz g'olibiga aylandingiz va hamkorimiz Sarmoya Books'dan ushbu kitobni yutib Rahmat. oldingiz. Tabriklayman. Rahmat.